Alloh taolo Ramazonni yaxshi amallarda musobaqalashadigan oy qildi. Allohning buyruqlarini bajarishga shoshilgan kishi najot topadi. Ramazon bu imkoniyat. Bu shunday imkoniyatki, oz fursatga kelib kutganimizdan ko'ra tez ketadi. Qur'oni Karimda Alloh taolo insonlarning toatiga ko'ra har xil darajada ekanini bildiradi. Ulardan shundaylar borki, Allohga yaqinlashadilar. Yana shundaylar borki, ular o'rta darajada bo'ladilar. Va shunday kimsalar borki, ular bu imkoniyatni qo'ldan boy beradilar. Imom G'azzoliy roza amali ham insonlarda 3 darajada bo'lishini bildiradilar. Birinchi daraja umumiy roza. Ko'pchilikning rozasi. Bu darajada kishi rozani faqat badani bilan tutadi. Taom, ichimlik va er-xotinlik aloqasidan tiyiladi. Bu rozaning eng ommaviy darajasi. Payg'ambar alayhissalom bu haqda: ko'p rozadorlar o'z rozalaridan faqat ochlik va chanqoqlikni oladilar, deganlar. Ikkinchi daraja xususiy roza. Bu rozada kishi nafaqat badani, balki tana a'zolari bilan ham roza tutadi. Ko'zlari haromga qaramaydi. Til yolg'on gapirmaydi. G'iybat va yomon so'zlardan tiyiladi. Quloq haromni tinglamaydi. Harakatlar haromdan tiyiladi. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarida kishi roza tutar ekan, lag'v so'zlarni so'zlamasin, ovozini ko'tarmasin deganlar. Bu darajada qalb umid va xavf o'rtasida bo'ladi. Kishi tutgan rozasi qabul bo'lishini bilmaydi. Aynan shu holat uning ibodatini omila ravishda bajarishiga sabab bo'ladi. Uchinchi daraja o'ta xususiy roza. Bu qalb rozasidir. Bu darajada kishi qalbini yomon xayollardan va Alloh taolodan chalg'itadigan har narsadan saqlaydi. Uning ongi va xatti harakatlari Allohga yuzlangan bo'ladi. Imom G'azzoliy aytishlaricha, bu darajaga payg'ambarlar, solihlar va Allohga muqarrab bandalar erishganlar. Ramazon oyi tez o'tib ketadi. Ko'pchilik uning qadriga ketganidan keyin yetadilar. Ushbu ilova uni yuklab olib, so'ng unutish uchun ishlab chiqarilmadi. U eslatma. U shunday vositaki, o'z ishlaringizni kuzatib, Ramazon oyida o'zingiz intilgan darajaga yetishingizni ko'rib turishingizga yordam beradi. Bu muborak oy behuda o'tmasin. Bu oy taqvimning navbatdagi sanasi emas, balki oldinga tashlangan qadam bo'lsin. Alloh taolo tutgan ro'zamizni, niyatlarimizni va sa'y harakatlarimizni qabul qilsin.